chegara to'qinishi yuz berdi. Bildirilishicha, her iki tarafdan ma'lum songacha askar o'lgan. Dünya bo'yicha nüfusu eng ko'p, 10 cho'ng iqtisodiy kuch, shundaqla yadro qurollariga ega bo'lgan bu ikki qo'shni davlat o'tirishida yuz bergan chegara to'qinishi xalqaroning qiziq nuqtasiga aylandi va xalqaro vaziyatga ta'sir ko'rsatdi. Bu ta'sirdan va o'zgarishdan albatta Sharqiy Turkistonning o'z nisbasini oldiganligi aniq. Bundaqda yadro qurollariga ega bo'lgan bu ikki kuch o'tirisidagi munosabat qandaq bo'lib hozirgidek chegara to'qinishi yuz berguchilik saviyaga yetdi. Xalqaro bu qadimgi chegara to'qinishiga qandaq pozitsiya bildirdi. Amerika bilan har qaysi sohalardagi raqobat, hatto so'rikilishlar va dunyoni qiyin ahvolga tushirayotgan koronavirusi, shundaqla Sharq Turkistonliklarga qaratayotgan insonlikdan xoli zulm siyosati bilan izchil dunyoning kun tartibiga kelgan Xitoy bu ahvolga qarata nimalarni qildi? Buningdan keyin nimalarni qilish mumkin? Xitoyning maqsadi zodi nima? Dunyodagi eng cho'ng davlat bo'lgan Amerika Osiyodagi bu ikki cho'ng kuch o'rtasidagi chegara to'qinishiga qandaq inkas qaytardi? Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi bu qadimgi chegara to'qinishi Amerika Hindiston munosabatiga qandaq ta'sir ko'rsatdi? Hindiston bu qadimgi Xitoy bilan o'rtasida yuz bergan to'qinishga qandaq javob qaytardi? Buningdan keyin Xitoyga qarata qandaq siyosat yo'l qo'yish mumkin? Hindistonning maqsadi-chi? Qimmatli ko'ruvchilar, yuqoridagi savollarga javob berish uchun Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi O'qituvchisi Doçent Doktor Erkin Ekrem, Koç Üniversitesi Xalqaro Munosabatlar Bilimi Doktoranti Yaqub Muhammed, tadqiqotchi Nijat Turg'un qatorliq mutaxassislarning analiziga murojaat qilamiz. Muhtaram mutaxassislar, hammanglar xush keldinglar. Hoş bulduk. Münazir programımızın aldı bilen Doçent Doktor Erkin Ekrem Efendi bilen başlaydı. Özara qo'shni bo'lgan bu ikki davlat o'rtasidagi munosabat qanday bo'lib hozirgidek murakkab saviyaga yetdi? Xalqaro jamoat bu qadimgi chegara to'qinishiga qanday pozitsiya bildirdi? Xitoy Hindiston bilan bo'lgan munosabatda kelib chiqqan o'zgarishlarga qarata nimalarni qildi? Bundan keyin nimalarni qilish mumkin? Xitoyning qanday maqsadlari bor? Bu savollarni texnik tushunish bo'lish uchun siz Hindiston Xitoy o'rtasidagi chegara masalasi qanday masala degan savolni qisqacha yuritib bersangiz, bundan keyin yuqori tilgangan savollarni yeyishib bersangiz. Qani marhamat. Selamun aleyküm. Hammalarga mush vaqti xayrli bo'lsin. Xitoy va Hindiston Adil Efendi'nin degandek dünyanınki en çoğun nüfusu çoğun, zemini çoğun, teritoriyası keng ve şundaqla dünyanınki en çoğun iktisadi güçler. Misalga Xitoy 2. bo'lsa, Hindiston 5. 6. navbatda. Hamda eng muhim bo'lgan bu har ikki taraf bu yadro qurollariga sahip bo'lishi. Shuningga bu ikki davlatning orasida bir jidal chiqqan vaqtida dunyodagi bu xavfsizlik masalasi, siyosiy masalasi va shundaqla iqtisod va tijorat bilan munosabatlik sohalarni hammasini ta'sir qila oladi. Bununla ciddi qaravadıdır xalqaradaki meyli siyasyonlar olsun, meyli mütehassisler olsun, bununla ciddi qaravadıdır. Hem de her iki devlet rasyonel bile qaraydı bu meseleye de dünya aşında kördü. Hem de bir yerdeki bazı meseleler oturup paranlaşıp hal qılıb oldu ama bazı meseleler hal olmaydigan meseleler var. Misalga bu Hindiston bilan Xitoyning arasındaki chegara meselesi. O chegara meselesininki o'tmishi hamda shu Hindistonninki Angliya mustamlaka rayon vaqtida bu rayonda o Xitoy bilan degan vaqtida Tibet va Sharq Turkiston bilan chetishgan chegaralarda inglizlar sizgan bir xarita bor. Bu xaritaga qarab Hindistonmi mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin aşık sızlığa sahip olmayan davadır. Xitoy bo'lsa, manga paydalık bo'lgan yerda sızılgan, yoki men işgal qilib bo'lgan yerdan boshlab sizish lazım deb hozirgacha bu hal bo'lmayapti. 1950'de ikki davlat arasında diplomasi munosabat qurildi va birlikda G'arb
karşı bir ittifak mı vardı? O ittifakta hem de Xitay Hindistan'dan kollagan bir ahval vardı. Öz vaqtidagi bu Hindistan'daki baş ministri Nehru bununla işengendi. Keyin jang başlap 1962'de Chigra üçün jang başlagandaki Nehru Xitaydan bekla bir aram oldu, narazı oldu. Çünkü Xitay meni aldı verdi de bunu uçuk degan. Yani bu Chigra meselesinde 3 rayon var. Birisi Mao Tibet ile çetişkan bir yer var. Xitaylar Cenubi Tibet'teydi. Mao Hindistan'ın içindeki Anurchal degan bir vilayet. Onunki garip tarafta yani Nepal'ınki garip tarafta yani Chigra'da bir talaş tartış var. Bu bir mesele ama Chigra keng bir toprak zemin emas. Onun garip tarafta Şarkı Türkistan'a çetişkan ve Keşmir'ninki töven taraftaki Aksayçin degan bir yer. Bu yer kakaslık bir yer şundak olsun stratejik ehemmiyeti bolgan bir yer. O Cenubi Tibet degan veya Tibetlerninki ifadesi bile Davan degan rayon. Tibetlerninki mukaddes bir rayon. Tibetlerning ikki tavaf qildigan bir yer var. Birisi Lhasa, birisi Davan. Davan şu Hindistan'ınki kontrol astidir. Misalga Tibet taraftaki bu yerde kimler var degan vaqtida Hindistan'ınki şimalda Nepal var. Nepal'ınki şark tarafta Sikkim var. Bununki şarkı tarafta Bhutan var. Bhutan'ınki şark tarafta Hindistan var. Hem de Xitay'daydı Sikkim taraftan tövenge düşüp Bengal'a erişken vaqtida onundan kim bu Bengal körfezge, Bengal denizige erişalaydı. Şunda kılıp Tibet'ni Chigra rayondan içki rayonga aylandıralaydı. Hem de bu Sikkim'den Bengal'a erişken vaqtida Hindistan'ın en şarkı zeminini kesip iki parçaga bölüp etken buldu ve Hindistan'ın küçük kolu yetmeydiğen bu kaldı. Yani zeminini parçalayalaydigan bir stratejine devam kılıvadı. O garip tarafga qaraydigan bolsak Aksayçin bu Yeni Dehli'ge 80 kilometrege barmaydigan bir yer. Şununla Aksayçin'den şu Yeni Dehli'ge hücum kıldigan bolsa bir neçe saatning içideler bu Yeni Dehli'ni alalaydı. Ve yukarıdan tövenge karab egerde her qanday kural bilan ursimi asan uralaydı. Bu sebepten töpeyli yani strateji ekmiyetlik bir rayon boğaçka bu Chigra meselesi hal bolmay vardı. 2003'ten itibaren öz vaqtidagi Hindistan'ınki baş ministri Vajpayee Xitay bilan kelishib bu meseleni diyalog bilan hal qilayli ikki davlatninki münasebetimiz strateji hemkarlık münasebetiga aylandıgan. Ama bugünküce bu cihetten hiçbir özgürlük yok. Ötkende bu Sikkim'nin yenideki rayonda bir cidel oldu. Bu da ama Şarkı Türkistan'a yakın boğan bu Chigra'da yanı bir cidel bulundu. Bu cidel burundalı boğandek bunun kim bulduğandek turdu hem de Xitay'ınki stratejisi şu hem de 2017'de ortaya koyulan kudretli Xitay stratejisi. Şu dünyanın en çok devlet buluşu. Buluş için Xitay'ınki coğrafyaya qaraydigan bolsak, Xitay şu şark ve garbga çıkış yolu var. Şimalda Rus ve tövende Cenub tarafta Hindistan var. Hem de Hindistan'a bir tosaklık hem de Çin'deki kengişi, çoğuşi münasebetli. Şununla bu deniz İpek yolunu emelleştiriş için Hind okyanusdan ötüş lazım. Hindistan ve Hind okyanusunun özünün denizi de qaraydı. Xuda Xitay, Cenubi Xitay denizi degan dengizni özünün Xitayning denizi deb qaravadı. O Xitayning denizi emas. Şununla bu deniz meselesinde bu iki devletin arasında cıh rekabetler var. Şununla her iki devlet hem hava kuvvetlerini, hava güçlerini hem de deniz kuvvetlerini güçlendirişe tirişiyordu. Bu cihette bir denizde bir dokunuşluk bulmadı dedi. Ama kelgüsünde şunda bir işler bulduğanlığını tahmin kılmak biraz tez emez deb oylayman.
Çünkü Xitay şu Hindistan kıtasındaki etrafıga her yere baz kurvadıdı, her yere punkt kurvadıdı, ermi punktu. Bula hareket kılıp Hindistan'ı okyanusdan muasırga iliştirişvadıdı. Yukarıdan ebeki digen strateji bile, yani Şark Türkistan'dan Hindistan, Şark Türkistan'dan Pakistan'dan Guadargacha erişip Uma Hindi Okyanusu ve Arap Denizgice erişidigan işini kılvadıdı. Şununla Şark Türkistan ve Xitay'nın çigra rayonundan içki rayonga aylanıp ebeki digen Nepal ve Mavi Pakistan o çigra rayonga aylandı. Şununla Hindistan'da mı Şark ve Garp'ta mı buna muasırga ağam bulundu. Hem cenub tarafta denizler hem şimal tarafta bu çigra meselesine bağına kıptırıp bizim işilti vardı. Hindistan şununla bununla pek Xitayga pek yakşı karmay vardı. Ama her iki devlet birbirini yoktalaydıgan bir güçke ega emas. Hem de Xitay'nınki Hindistan'ın siyasetine gelsek misalga bu iki devlet hem BRICS'ninki azaları. Şu yeni iktisat cihette yeni yükselgen 5 devletin kurgan bir teşkilat. Ondan sonra Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nınki azaları. Onun kim bu Rusya, Hindistan, Xitay 3 taraflık diyalog jığınınınki azaları. Fakat bu ebeki digen bu forumlarda yani bundak bir muhitlarda bu meselelerin hal kılamay oldu. Yani bir mesele var, unutup kaptım, Keşmir meselesi. Keşmir meselesi yalnızla Hindistan, Pakistan'ın meselesi emez. Şundakla üçüncü taraf mı Xitay bilen çetişidir. Eğer de Pakistan meselesi halkara sahneye kırıp bunu hal kıldığan bir peyitlerde, bir vakitlerde, bir muhitlerde olup kalsa, yani imkanlarda olup kalsa, Xitay meselesi mi bir yerde çıkıyor. Onun için Xitay, mesela Hindistan, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Konseyi'ne daimi üyelik buluşuğuma, eza buluşuğuma karşı çıkmadı. Hem de Hindistan'ın kösetken teröristlerine Xitay Birleşken Devletler'de kollap vermeye vardı. Hem de iki devletinin ki iktisadi, ticaret ve teknoloji cettime bula bir rekabet aldı. İşlep çıkargan malları birbirine okşaydı. Ve nişan kılgan bazar mı birbirine okşaydı. Şununla işlep çıkıştın şu bazargaca iki tarafının ki bir menfaat dokunuşluk meselesi var. İki devletin ki ticari somu 100 milyar etrafında. Bu köp körünü vardı. Xitay Hindistan'da en çok ticaret şiiri hazır. Ama her iki devlet dünyanın en çok iktisadi güç buluşuğa rağmen yani işte buluşu halde birbirine karşı bu meblağ siliş cihette aciz kilovadı. Çünkü her iki tarafta belki burada diyen sebeplerden tüpeyli birbirine gumanlı kargaşka bu meblağlarını köp salamay vardı. Hem de Hindistan tarafı Xitay'ın ki teknoloji terakkiyetine karşı üzerine qoğdaşqa tırış vardı. Şununla bu iki tarafının ki birbirine meblağ siliş cihette meyli bu iktisat, ticaret, marif, teknoloji her cihette bu sallanan ki az. Bu mesela Xitay Hindistan maliye diyalog jığını diyen bir jığını var. Hindistan Xitay arasında iktisadi strateji sohbet jığını mı var? Ama bu jığınlar içil vardı da iki taraftaki meselelerin hal kılamay vardı. Ondan başka Xitay yani şu Hindistan'ın ki çigra rayondaki aslanlık milletlerinin tatkik kılıyordu. Ama Hindistan, Tibet ve Şark Türkistan'daki meselelerge sel karavadı ya ki mesafe koyup turuvadı. Yani ertesi gün bu çigrada meseleler bopkasa. Yani Xitay Şark Türkistan'dan şu Pakistan arkalık Hindi Okyanusu'na kırışı ve ebeki digentek Sikkim'den Bangal'a erişip Bangal körfezi'ne kirişi bile Hindistan'ın ne tekimi tesalık ekip koydu dedim. Ve ebeki ben digen rayonlarda
Hindistan'ın asanlık milletleri var. Bu asanlık milletler Hindistan hükümetine narazı hem de. Şunun Xitay bunundan mı faydalanıp tatbik kılıp düşürüm bir tədqiqatını edip bir vadıdı. Onundan başka misalga bu Muşu Orta Asya, Cenub Asya'da Müslümanlığın sahanı bir 500 milyona baradı. Aşına yakın. Ama bu yerdeki Müslümanlarla iki devletin arasındaki bu ciddilige karşı başkaça karaydı hem de. Misalga Uygurlar bolsa Hindistan şu Xitayını bir urup sağgan bolsa deydi. Ama Pakistan'daki, Bengal'daki Müslümanlar bolsa Xitay muşu Hindistan'ı bir urup sepbelse deydi. Şununla bir yerde bu Şark Türkistan halkını alakadar kıldığan meselelerime bir yerde iki devletin arasında ebeymen diyen mürekkep münasebetinden töpeyle oturdular, kıyıvatkan bir mesele bulundu. Hatta misal Şark Türkistan bir müstakil bopkasıma Şark Türkistan'ın en çok rakibi ya ki en çok cidel devletime Hindistan buluş mümkün. Hazır Xitay ile talışıvatkan ebeymen diyen oturudaki bir çigra meselesi, onun garip taraftaki Aksayçın meselesi, hemisi Şark Türkistan bile çetişidiğen bir mesele. Tibetler bile mi çetişidi? Şununla bu yerde nurgun bir mürekkep meseleler var. Hem tarihi, hem iki devletinin ki milli menfaati, hem jeopolitik meselesi, hem de millet ve dini meselelerle birlikte bu yerdeki ahval kıyın körünü vardı. Eğer de halkara güçler kanda karaydı diyen vaxtıda misalga 1962'deki çigra uruşuna esas ağan vaxtıda Xitay'a yardım kılan devlet yok dendi. Bunda digende. O vaxtıda Sovyet yardım kılan, Amerika mı yardım kılan, nurgun devletler mi yardım kılan. Ama Hindistan bu nima Xitay'ını yenemedi. Şununla bunu bir gurur meselesiga aylandırdı. Hindistan'ın cemiyetinde bulukma askerlerinin içinde bunu bir numus dep görüyordu. Şunun Xitay'ını bir yenivilişinin ki bir koydu. Hatta askerlerinin ki Ermeni'nin içinde okşaş vaxtıda iki meydanda uruş, yani Pakistan ile Xitay uruşsak gücümüz yetemdi deydiğen doktrinlerini terakki kıldığan ve kurallarının işlep çıkarışı o Ermeni stratejisine muşu iki devletke karta kılvadı, teyarlavadı. Ama her iki devlet bugünkü bir cenge teya emez. Hem iki devletin ki cemiyetinde bunda talepler güçlük emez, hem iki tarafının siyasyonlarının ki talepler güçlük emez, hem de halkara bunda bir atmosfer mi yok yani. Şununla bu ceng başlamaydı. Hep oylayma. Hem de ceng başlap kalsa hem de devletler başta, halkara devletler başta şu diyalog ile, tinçlik ile halkalanlar da bizim işitiş mümkün. Ama eğer de ceng ciddileşip kalkan takdirde o vaxtıda 62'de boğandek garip devletler Hindistan'la kollaş mümkün. Bunu nereden görürüz diyen vaxtıda Hindistan demokrasi bir devlet boğaşka gariplikler ona yakın gördü. Hatta 98'de Pakistan Hindistan yadro kuralını işlep çıkargan vaxtıda Pakistan'a kattık bir isim işletildi ama Hindistan'a onda kılmadı. Çünkü Hindistan demokrasi bir devlet boğaşkadı. Şununla garip devletleri Hindistan'a boğan bir kızkışı var ama Hindistan bu garip devletlerle boğan münasebet onda oncelik bir kızkış da yok. Bunun nurgun sebepleri var. Birisi bu Hindistan'ın tarihi karaydıgan bolsak, tarihi boyunca sap aşı sırt güçler bularını işgal kılan tarih var. Misalga milattan evvelki Aryanlarının işgalı var. Ondan keyin 18. asırda İngilizlerin işgalı var. Bular sap aşı tarihini bilgeçke çetellikke boğan bir göz kararışları bir menfi hem. İkinciden bu Xitay'daki gariplerge içip etken emez. Şununla garipten kelgen nime meblağlama az. Şunda bolsa bazı devletler bile misalga İsrail bile, Amerika bile, Germaniya bile yakın şu teknoloji cette münasebeti var. Bu münasebetten töpeyli bu devletler Hindistan'ın kollaşının ki ihtimali var.
deb o'ylayman, ammo hozir jang ichishninki ehtimoli bo'lmag'achqa, hozirgi bu gaplar biroz baldur deb qolgan bir gap bo'ldi. Doktor Ekrem Efendi, size köp rahmet. Hazır hem de bu sözünü Yakup Muhammed göreyli. Yakup Muhammed, Yakup Muhammed Efendi, Amerika'nın Xitay Hindistan münasebetiga tutgan inkası qandarak, yani bu qadimki chegara to'qinishi Hindistan Amerika munosabatlariga qanday ta'sir qildi? Qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli ustozlar, hammalarga bu vaqt xayrli bo'lsin. Avval bilan Abduljon Efendi va Ekrem muallimning so'zlariga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bugun to'xtalib o'tadigan masalam shu Xitoy Hindiston to'qinishidagi Amerikaning roli yoki Amerika qanday bir pozitsiyada bo'lishi mumkin degan temada qisqacha to'xtalib o'tishni to'g'ri topdim. Lekin boya Erkin Ekrem muallim qisqacha bir tarixiy aqtlar bo'ldi 1962 yildagi Xitoy Hindiston chegara to'qinishidagi Amerika qatorli g'arb davlatlarining pozitsiyasining Hindiston tarafiga himoya ekanligini deb o'tdi. Haqiqatan bu Xitoy bilan Hindistonning o'rtasidagi munosabatlar bu to'qinishning faqat ikki davlat orasidagi bir to'qinishmi yoki G'arb Sharq yoki bo'lmasa ayni vaqtda so'g'uq urush mezgilidagi Sharq va G'arbning orasidagi bir to'qinishmi? Rus Xitoy va G'arb davlatlari orasidagi to'qinishga o'xshab qoladi degan savollar G'arb davlatlarining diqqatini topmoqda deb o'ylayman. Ve bu 62 yildagi to'qinishda Amerika, Angliya qatorli g'arb davlatlarining Hindiston tarafida bo'lganligi va Xitoyga qarshi hatto birlashma manzur o'tkazganligi tarix sahifalarida ko'rilishga bo'ladi. Lekin deyadiki boya yana Erkin Ekrem muallim to'xtalib o'tganga o'xshash Xitoyning Pokiston bilan bo'lgan yaqin munosabatmi Hindiston, Xitoy va Amerika munosabatida muhim ahamiyatga ega deb qarasak bo'ladi. Mushu nuqtalarni ep aytgan vaqtda Amerikaning davlat manfaati va Osiyodagi strategik plani uchun Hindiston eng muhim davlatlardan biri. Amerikaning Xitoy Hindiston to'qinishidagi o'rnini muayyanlashtirish uchun xalqaro vaziyatdagi bir qutb va ko'p qutb tarifini tushunishimiz kerak oldi bilan. Bo'libmi Ikkinchi dunyo urushidan keyingi dunyo tartibida Amerikaning mutlaq ustunligi, iqtisodiy, siyosiy va harbiy kuchga hokimiyati bilan yangi dunyo tartibi yaratildi. Amerika başlamçılıqda kurulgan Dünya Bankası, Pul Muamele Fondi, Şimal Atlantik Ahdi Təşkilat qatorliq organlarının güçlük təsiri aslında Amerika qimmat qarşı, yani Washington məfkurisi bir qutluq dünya tərtibini şəkilləndirdi. Ta ki 2010-cu illərdə cəvablaşqan bu tərtibni biz xalqaralıq münasibətdə Amerika tinchliqi deb ataymiz. Lekin 2008-ci ildagi xalqaralıq pul krizisi G'arbdagi taraqqiy qilgan davlatlarni iqtisodiy liberal davlatlar bu iqtisodiy krizisdan keyin dunyoning farqli joylaridagi kuchi va ta'sirini asosida yo'qotib qo'yishga boshladi. Amerika O'rta Sharq va Afg'onistondagi uzun yillik urushdan keyin halsirgan edi va bu Trump hukumatida ko'rib olgandek eng avval American First deydigan bir strategiya bilan menyapti. G'arb davlatlari orasidagi bu iqtisodiy krizis, Yevropa ittifoqi davlatlari ichidagi uzun to'zilgan qiyinchilik, Amerika Yevropa orasidagi hamkorlikning ozishi qatorliq sabablar Xitoyning intayin tez suratda ta'sir doirasini kengaytirishga fursat yaratib berdi. Rossiya va Xitoyning mustabid kapitalistik taraqqiyot modeli dunyo miqyosida tezla avjlashga boshladi. Ya'ni nurg'unlagan taraqqiy qilayotgan davlatlar Amerikaning Washington mafkurasidan bakrak, balki Beijing mafkurasining o'zlarining iqtisodiy jihatdagi qiyinchiliklariga davo bo'laoladiganligini o'ylashga boshladi. Demokratik qimmatlardan bakrak mustabidlikni, erkinlikdan bakrak xalqning itoatini, xalq manfaatidan bakrak davlat manfaatini, erkin raqobatdagi bozor egaligidan bakrak davlat egaligidagi taraqqiyotni targ'ib qilgan bu Xitoy andezisi g'arb davlatlarining qimmat qarashlari va liberal xalqaro ustunligi uchun ta'sis elib kelishga boshladi. Bu vaziyatda bo'lib Amerika uchun mutlaq hokim bo'lgan, hatto Amerika hegemoniyasini saqlab qilayotgan bir dunyo tartibiga Xitoyning tahdid elib kelishi bellaq yo'l tashabbusi Osiyo Mablag' Bankasi qatorliq organlar orqali bo'ldi deb qarashga bo'ladi. Washington mafkurasi bo'yicha harakat qilayotgan liberal demokratik kuchli davlatlarga Xitoy o'zining bu xil taraqqiyot modeli orqali maydon o'qiyotdi hozirgi vaziyatda.
Bularni tushunish uchun bu hozirgi Amerika, Xitoy, Hindiston munosabatini tushunish uchun dunyodagi ikki qutbni, ya'ni 2010-yildan keyingi Washington mafkurasi bilan hozir Xitoyning ilgari surayotgan Beijing mafkurasini tushunishimiz kerak. Ve bu organlarning bir-birisi bilan qattiq to'qinishayotganligi, farqli qimmat qarashlarini ilgari surayotganligi va nurg'un atrofidagi nisbatan kuchuk bo'lgan, kuchsiz bo'lgan, taraqqiy qilayotgan davlatlarni atrofga tortib, rayonlik va xalqarodagi hegemoniyasini kuchli holga akilishga tirishayotganligini muayyanlashtirishimiz lozim. Bu qimmat qarashlar jangida gullanayotgan bozor egiligi davlatlaridagi demokratik Hindiston, ya'ni Abayam Erkin Akram muallim deb o'tgan BRICS'ning ichidagi demokratik qutbga vakillik qilgan Hindistonning roli intayin muhim deb qarashga bo'ladi. Gullanayotgan bozor egiligi davlatlar qaysilar? Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika. Bular 2018-yildagi moliya iqtisod krizidan keyin g'arb davlatlari qolgan vaqtda nisbatan turaqliq ilgirladi iqtisodiy jihatdan. BRICS davlatlari hatto xalqaro sahnada texnik muhim rol o'ynashga boshladi. 2009-yili 2008-yil krizdan keyin 2009-yili tunji qatimliq yig'inni Rossiyada o'tkazgandan boshlab hozirgacha jami 11 qatim yig'in ochildi. Xitoy va Hindistonning bu BRICS yig'inlarida o'rtaq manfaat uchun ishki ishlarga aralashmaslik, barobarlik va o'rtaq yo'nalishni maqsad qilgan yig'inlarda birlik sab bo'lganligini biz o'ylashimiz kerak. Lekin bu birlashish iqtisodiy jihatdagi yoki bo'lmasa bu davlatlarning orasidagi o'zaro to'xtamlagan imzolagan to'xtamnomalar bo'lgan taqdirda Xitoy bilan Hindiston o'rtasida yana bugungi kunga o'xshash chegara to'qinishlarini ko'rilishimiz intayin xalqaro munosabatda muhim ahamiyatga ega deb qarashga bo'ldi. Bu davlatlar ichida Braziliya, Hindiston va Janubiy Afrika nisbatan demokratik BRICS'lar bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlar uchun hatto g'arb tarafidan o'rnak taraqqiyot modelida targ'ib qilinmoqda. Ya'ni Xitoyga qarshi chiqqanga o'xshash bu davlatlarga qarshi chiqmoqlik, g'arb o'zini dushman deb ko'rmaylik Hindiston, hatto ittifoqdosh deb ko'raylik. Garchi bu davlatlar iqtisodiy hamkorlik va o'rtaq manfaat uchun harakat qilayotganda ko'rinsimi, lekin Hindiston Amerika boshchiligidagi liberal davlatlar bilan ham taraqqiyot modeli, ham davlat qurilmasi, texnik muhimi tamsil qilgan ideologik maydoni jihatdan bir safda hisoblanadi. Yaqin mezgildagi Xitoy Hindiston to'qinishiga kelsak, Amerikaning o'rni va Hind Tinch okean strategiyasi intayin muhim. Quruqlik kuchidagi raqobat strategiya nuqtasidan elib aytgan vaqtda Xitoy Hindiston Amerika munosabatiga qaraydigan bo'lsa, bir qancha yakun chiqarish mumkin. Birinchisi, tarixdan buyon okean va quruqlikdagi kuch raqobatlarida Xitoy Amerikaning davlat manfaatiga quruqlik qargan vaqtda okeanda texnik cho'ng ta'sir elib kelalaydi. Amerika rayonidagi yuksalayotgan Xitoyga taqobil turish va kuchni tamponlashtirish uchun ittifoqdashga ehtiyoji bor. İkinci muhim nokta bo'lsa, Xitoy Hindiston quruqlik bexatarlik ikkilanishi. Ya'ni inglizcha security dilemma degan bu muhim intayin muhim. Bu bexatarlik ikkilanishi Xitoyni Amerikaga tahdid elib kelmaydigan sohalarni kuchlantirishga majburlash natijasida Amerikaga qulaylik elib kirish mumkin. Ya'ni Xitoyning quruqlik sohasidan o'zini kuchlantirishiga Amerika fursat bersin, lekin Tinch okean, Hind okean tarafga kengayishiga Amerika qarab turmaydi degan yakuni chiqara olishimiz mumkin. Lekin Xitoy bilan Hindiston orasida okean bexatarlik ikkilanishi bor. Cho'ng quruqliklar emas, Hind okean va Tinch okeanda bu ikkisi bir-biri bilan kuch talashyapti. Agar bu bexatarlik ikkilanishi sababli Xitoy va Xitoy kuchlansa, okeandagi kuchini kuchlantirishga tirishsa, Amerika uchun ziyonli oqibat paydo qilish mumkin. Uchinchisi bo'lsa, Washington Hindistonning okeandagi sherikatini bakrak kelgusidagi cho'ng quruqlik ittifoqdoshi deb qarash ehtimolligi yuqori. Abay deb o'tgan bexatarlik ikkilanishi degan nima degan vaqtda qisqacha izoh berib o'tib ketsam, xalqaro munosabatda bexatarlik ikkilanishi tartibsiz vaziyatda, ya'ni anarkiyada degan bir vaziyatda bir davlatning bexatarlik tadbirini harbiy kuchni oshirish, qurol ishlab chiqarishni ko'paytirish, ittifoqdoshlik qurish orqali kuchaytirishi boshqa davlatlarning bu o'xshash shaklda tadbir elishiga turtki bo'ldi. Bu ziddiyatni uyg'otib, to'qinishni paydo qilish mumkin. Hozirgi bizning Xitoy Hindiston orasidagi chegara to'qinishini paydo qilganga o'xshash.
ve bay dep ötgandek Xitoy bilan Hindistonning orasida ikki turlik bexatarlik ikkilanishi bor. Birisi okeanda, yana birisi cho'ng quruqlikda. Ve tadqiqotchilar bu vaziyatda Amerikaning Hindistonni cho'ng quruqlik ittifoqdosh deb e'tirof qilishiga ko'proq ehtimollik bermoqda. Bu yerda yana bir muhim nuqta 2018-yili Amerika Tashqi davlat ishlari ministri Mike Pompeo Amerikaning Hindi Tinch okean strategiyasini o'ttirib qo'ydi. Bu tashabbus 3 qismdan tashkil topgan. İqtisodiy, idoriy, bexatarlik nuqtasidan Tinch okeandan Hindi yarim quruqlikchi bo'lgan rayonda erkin ve ochiq muhit barpo qilish. Bu bevosita Hindistonga nisbatan ittifoqdoshlik, ya'ni Amerikaning Hindistonga intayin yaqin turganligining bir ifodasi deyish mencha xato emas. Hindiston nüfus jihatdan dunyoda 2-o'rinda turdi. Sharq Osiyodagi taraqqiy qilayotgan kuchli demokratik davlatlardan biri. Xitoy bilan bo'lgan to'qinish faqat zamin butunlik masalasi emas. Xitoy bilan Hindiston o'xshash bir vaqtda Osiyo cho'ng quruqligidagi rayonlik kuchli davlat bo'lish uchun raqobat ichida. Chunki xalqaro munosabatda dunyoning hegemoniya davlati, dunyo tartibiga qanchalik ta'sir ko'rsatilsa, hozirgi Amerikaning ta'siriga o'xshash, rayon xarakterli iqtisodiy, siyosiy va harbiy sxema tuzishda rayonlik hegemoniyalar ham turtkilik rol o'ynaydi. Ya'ni bu yerda Xitoy bilan Hindistonning rayonlik hegemoniya bo'lish uchunmi ma'lum darajada raqobat ichida degan gapni chiqarish mencha bek xato bo'lmaydi deb qarayman. Eng oxirida Xitoy Hindiston Amerika munosabatida yaqin kelgusida qanday yangiliklar bo'lishi mumkin degan temaga kelsak, yuqorqi men va Erkin muallimning bergan tarixiy oxir ko'rinish va analizlari va mening o'tirib qo'ygan bir qancha turlik analizimni yakunlagan vaqtda shuni deyishga bo'ldiki, Amerika Xitoy to'qinishi avjiga chiqqan bugungi kunda Hindiston va Xitoy orasidagi ziddiyatda Amerika Hindistonni butun kuchi bilan qo'llashi Xitoyga qarshi birlikda bo'lishi ehtimolligi yuqori. Analizchilar ve kuzatuvchilar Xitoy Hindiston orasidagi chegara urushini 62-yildagi to'qinish bilan o'xshatmoqda. Yangi bir so'g'uq urushining asta-asta yiqilishayotganligini va bu sharoitda aslida tarafsiz turishni tanlash mumkinligi bo'lgan Hindiston. Burunqi so'g'uq urushda tarafsiz bo'lishni tanlagan Hindistonga o'xshash. Bugungi kundami balkim tarafsiz turishni tanlash mumkinligi bo'lgan Hindistonning Amerika boshqa g'arb davlatlariga taqsimga yaqinlashish ehtimolligi borligi o'tirib qo'yilmoqda. Keskin bo'lgan Amerika va Xitoyning xalqaro ustunlik talashish jangi Xitoy Hindiston to'qinishi bilan birga texmi ulg'ayishi mumkin. Amerika boshqa g'arb davlatlari Xitoyga texmi ko'p besim qilishi yaqin kelgusining ssenariysi bo'lib qilishi mumkin. Mening deydiganlarim mushunchalik ko'pdan ko'p rahmat. Yaqub efendi ko'p rahmat ağanızga. Nijat efendi, bundaqda sizga bir savolimiz var. Yani Hindiston doiralari Xitoyga qarata qandaq javob qaytaryotdi? Chegara to'qinishga nisbatan. Buningdagi qandaq bir ehtimollik yuz berishi mumkin? Hindistonning maqsadi qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Hindiston tarafdan 3 xil o'xshamagan bir ko'z qarash bor. Aldılan Hindiston xalqininki bu Xitoyni qanday tanıydı degan chaqda bunda bir so'z bilan ifodalaydi ki bular qadimiy do'st, modern zamonaviy bir hamkorlashuvchi va faraz qilolmaydigan raqobatchi va xatarlik raqib deb xalq tilida Hindiston xalqi Xitoyni ashlanib qildi ki. Hem de Hindistan'daki hozirgi vaziyatidami Hindistan'ның 50-ci yıllardaki Nehru bilen baş ministri Nehru bilen ve muavin baş ministri Patel ilişkisininki vekillik kıldığan bu 3 xil nimege o'xshaydi. Mesela Nehru'ninki idealistik ve pragmatik aletki Xitoyga tutgan siyosati bilen Patel'ninki realistik aletki Xitoyga tutgan siyosati. Muşu 3 xil vaziyet Hindistan'daki siyasi, akademik ve fikir merkezlerdeki nimede muşu 3 xil nasi mevcut deb qaraydi ki mesela. Pessimistik bu optimistik ijobiy qaraydigan kuchlar bo'lsa Xitoyni bir hamkorlashuvchi xalqarada ya'ni asiyazm, idealizm ve komünizm hatta liberal dünya qarashini misdiki muşu iqlimdagi kuchlar Hindistondagi bular Xitoy bilan hamkorlashish, Xitoy bilan rayon xarakterli xalqarodagi institutlar ve xalqarodagi bazalarda, xalqarodagi qaysi nimalarda o'rinlarda hamkorlashish tarafini tutgan asosda Büyük Asya
nemisini yani 21. asırdagi Osiyo davrini yaratishda Xitoy bizningki eng yaxshi hamkordosh kuchimiz deb mana shaklda qaraydi ekan. Bular Xitoyni hech qachon bir mecburi olmağıçılık biz bilen bir uğraşmaydı, bu uğraşın aldığını ağıl buldu deydiğim manda mı qarashlar var ki bu icabiy qarag'uvchilarning o'ttirisida endi andan keyin bularning yana bir qaraydig'ini Hindiston Xitoy bilan birlikda Amerikaninki hegemonik kuchiga va G'arbninki kuchiga qarshi bir nimada hamkorlasha oladi deydigan manda mı qarashlar var ki bu ijobiy kuchninkida ijobiy qarag'uvchilarnikida andan keyin Hindiston Xitoyga tehdit olmoqchilik, Xitoymi Hindistonga tehdit olmaydi deb mundaq bir qarashlarım bo'ldi ki. Şimdi biraz qattiq şekildeki realistik qaraydiganlar bo'lsa, Hindiston o'ttira va uzun mezgil ichida Xitoy Hindistonga o'ttira va uzun mezgil ichida bir xavfsizlik tehdidi deb mundaq qaraydi ekan. Andan keyin Xitoyninki nemi nəsləri məsələn nurgun sahələrdə, rayonlarda Hindistan'a tehdit deb qaraydı ki, məsələn məyli siyasi, iqtisadi, anandakı ətrafındakı dövlətlərdəki Xitoy səliyatqan məbləğləri olsun, bu Hindistan'ın iqtisadi və ticarət nemisiga bir tehdit deb şəkilləndirib oturdu deb munda qaraydı ki, anandakı bu realistik qaraydiganlar anandakı Tibetninki mustaqillik nemisini qo'llash va Tibetdagi bu yerdagi inson haqlari masalasini ko'tarib chiqish va tarafdorida buni kuchlik targ'ibot qilishni qaraydi ki, Xitoyning inson haqlari masalasidan bisim shiltib Xitoyni nimaga akilishimiz kerak deb. Andan keyin pragmatik qaraydiganlar bo'lsa, bular ya'ni realistik qaraydiganlar va ijobiy qaraydiganlarning o'ttirisida bir yo'l tutgan holat ekan masalan. Bularninki nemisida Xitoy qisqa mezgil ichida bir dushmanlik nemisi emas, ammo uzun mezgillikda balkim Hindistonga bir nima yaratishi mumkin, tehdit yaratishi mumkin deb. Andan keyin Hindiston bilan Xitoyniki nurg'un hamkorlasha oladigan bir nemisi va sohalari va masalan xalqarodagi terrorizmga qarshi anandaki nurg'un xalqarodagi ko'p taraflamilik qutblashgan nemilda Xitoy Hindiston hamkorlashib ishlay oladi. Nurg'un tijoriy sohalarda Hindiston Xitoy munosabatlarida hamkorlashib ishlash bo'ldi. Anandaki Hindiston Pokiston munosabatlaridami Xitoyning Hindistonga bo'lgan ehtiyojini ishlatish orqali bu munosabatni normallashtirishda Xitoyning nimasidan foydalansak bo'ldi deydigan munda bir qarashlarmi bo'ldi ki. Yig'ib aytgan chog'da bu 3 xil qarash Hindistonninki hozirgi siyosiy iqlimlarida eng cho'ng ta'sirga bo'lgan kuchlar ekan. Shunga bularninki nimasida munda bir nimalar bor ekanda, masalan hozir Xitoyninki bu chegara to'qinish masalalarida buni Xitoy bevosita zaminni egallab olish hukumati Hindistonni mag'lub qilib etish emas, buni aksincha birinchi Abay degandek bir tarixiy bir an'anasi nimasidan qilgan bo'lsa, yana bir jihatdan buni vaqt qozonish va Hindistonga besim qilish orqali qilyotdi deb munda qaraydi ekan masalan. Hindiston tarafmi bu yerdagi urushni qilishninki, bu yerdagi to'qinish qilishning nimasi buni suhbatga elib kelish, ya'ni Xitoyni suhbatga kelish orqali bu chegara masalalarini jang maydonida emas, aksincha ustal ustida chiroyli shaklda bir hal qilish va buni bir mexanizm, ikki davlatning munosabatini tangshaydigan bir mexanizm nimasiga akilimiz deydigan bunda bir qarashmi mavjud ekan. Yig'ib aytgan chog'da Hindiston urushdan bekroq yarışış, yani diplomatik holatda buni hal qilish tarafdori nemisida tutuyliq nima mavjudki. Andan keyin Hindistonniki bu diplomatik munosabatlarni hal qilishning tarafdori bilan birga, ya'ni xalqaro vaziyatdami, masalan ittifoqdosh ba'zi g'arbdagi davlatlar, masalan Avstraliya, Yaponiya, Amerika qatorliq davlatlar bilan ba'zi askariy va logistik holatdagi hamkorliklar orqali bir tarafdan uzun mezgilda Xitoy bilan bir issiq to'qinishga kirib qolgan holatda buning oldini olish va buningga yaxshi tayyorlik qilish uchun bu xildagi hamkorliklarni shakllantirib etgan ahvollarni ko'ryapmiz. Hozirgi umumiy vaziyat mushu hamdi.
Endi buningdagi realist ijobiy qaraydiganlar bo'lsa, buningdagi munda bir narsa shakllanishi mumkin deb qaraydi. Ya'ni Xitoy Hindiston birlikda China, Indiyada kuchlanish deydigan munda bir narsani shakllantirish mumkin deb o'ylaydiki, realistik qaraydiganlar bo'lsa, bu Xitoy masalasini qanday bir shaklda hal qilamiz deydigan bir savol qo'yuqlik bunikida. Pragmatik qaraydiganlar bir tarafdan Xitoy bilan munosabatni davomlashtirgan asosda tayyorlik nimimizni kuchlantirish va bu tayyorligimizni taraqqiy qildirish deydigan shaklda qarab mana bir siyosiy bir ko'z qarash va iqlim mavjud ekan. Nijat efendi, sizga ko'p rahmat. Hindistonda o'xshab o'ylagan vaqtimizda hozir Hindiston nurg'un masalalar bor. Masalan, millatchilik bosh ko'taryapti Hindistonda. Ondan keyin Hindiston mushu hozirgi chegara to'qishini bana qilib turib, o'zining harbiy chiqimini o'stirish uchun harakat qilyapti desak bo'ladimi? Albatta bu ikki davlatninki to'qinishda millatchilikninki o'ynayotgan roli bor. Masalan, Xitoyninkimi o'zida bir ultra oshkora bir millatchilik nimasining kuchayotgan nimasini ko'ryapmiz. Parallel holatda Hindistonninkimi bir Hindu dinini asos qilganda Hindu millatchiligining ishlayotganligini ko'ryapmiz va bu ikki tarafninki bu yerdagi xalqninki bu millatchilik nimasininki eshi Hindiston va ikki davlatninki tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatish orqali bu to'qinishlarninki biroz avjilishiga ta'sir ko'rsatayotgan narsa. Bo'libmi Hindiston tarafninki 1962dagi jangda mag'lub bo'lishi Hindistonniki bir o'zininki tarixiy besilgan bir jangda uftirayotgan qora dog'ni ya'ni tozalash, bu orqali tozalash deydigan bunda bir tarixdan qolgan bir nemisimi bor. Bu millatchilikning nimasidan qo'shib Hindistonni bu masalaga biroz jiddiy ishtirayotganmi bir ichki bir besimningmi bir sababi bor deb o'ylasak bo'ldi. Ya'ni millatchilikning. Muhtaram mutaxassislar, sizlarning qimmatli analiziga ko'p rahmat. Qimmatli ko'rmanlar, agar savolinglar bo'lsa, Facebook yoki WhatsApp orqali yo'llasanglar bo'ldi. Doktor Erkin Akram efendi, bu Xitoyning savturishda hozirgacha 5 qatimdek bir kelishim imzolanib, maxsus chegara to'g'risida. Ammo hozirgacha bir birdek hosil qilinmabdi. Bunda qo'shlik sabab hal qilishni xohlamayotgan gapmi yoki zodi bu chegara masalasini qo'dir qilib ishlatmoqchi uchun har ikki taraf? O aslında chegara kelishimi emas o. Yani chegara meselesini hal qilish uchun diyalogni devam qildirish uchun nimasi yani kelishimi. Hozirgacha bularning arasında ben degandek 2003'ten itibaren hazırgacha buni hal qilgani yo'q. Çünkü ben degandek her iki tarafdan bir menfaati var. Menfaatni bir-birisiga beramagashga shuningga shundoq devam qilyapti. Hamda ben degandek bunun strategiya ahamiyati bor talash tartish qilayotgan rayonlar. Hamda Xitoyninki qudratli davlat bo'lishininki, ya'ni Jahongir davlat bo'lishininki stratejiyasi var. Yani Hindistan'da aşağıda cimiktumisi bulmaydı. Ama Hindistan tarafıma misallığa Nehru'nun ki 1955'te degandek Hindistan şu bir en âli devlet bulalaydı, ikinci nöbetteki devlet bulamaydı deydi. Şununla Hindistan'da mı ajında en çok devlet bulumuzda tırışvadı. Ulama çigrada nime belgisi kemey vardı. Olup mu Hindistan Pakistan nime İngilizce'ninki müstemleke aslındaki Hindistan bular müstakil buluşu bilen neçige bölünüp gitti. Şununla Hindistan bu meselede yani yeni dehli bu meselede mi konu ağırlığı var. Meyli Pakistan olsun, meyli Bangladeş olsun, hem de bu Nepal, Bhutan, Sikkim degandeki yerler olsun. Bular hepsi Hindistan'ın yeri de Uğma rayon meselesinde nimtumay vardı da Xitayning talablarga javob bermayapti. Shuningga bu mesele uzayib davom qiladi deb o'ylayman. Toki bir davlat yana bir davlatga qarshi yenilib qolgan vaqtida balki chegara masalasi hal bo'lishi mumkin. Doktor Erkin Akram efendi, ko'rilmalardan birisi mudaq bir savol bor ekan. Xitoy-Hindiston munosabatlari izchil davomlashish ehtimoli cho'ng. Uyg'ur tashkilotlar nemishqa Hindistonda Xitoyga qarshi
bir front yoki baza etishni boshqa qilib aytganda u yerdami Xitoy qarshi faoliyatni kuchaytirishga tirishmaydi. Birincisi ben degandek Hindistan'ın şu xalqaro bilan bo'lgan münasebette biraz acizlik var. Yani özü dünyanın 5. 6. güç ama şu güçke layık bir diplomasi bir nime gücü yok. Bunun sebeplerini dedim, tarihi sebep var, ularınki ideya düşüncesi var. 1950'lerde ittifaqsızlıkla birliğine kurgan xalqlar emasmi? İttifaqlarga qarshi endi. Şununla bu diplomasi münasebetini kuramayvadı bu bir. Onun için Uygur teşkilatlarına bir imkan mı bo'lmayvadı. İkinciden Hindistan hükümeti hazır Müslümanga bo'lgan göz qarashi menfi hamdi. Hem Hindistan'ın içindeki Müslümanlarga bo'lgan göz qarashi menfi, hem de Pakistan hem Afganistan ularga menfi qarag'ashqa Uygur meselesini Xitoyning teşvik qilgandek Uygurlarni shundaqlik tırnak içi davatı terörist deb qaraydi. Şununla bu Uygurlar bilan bu münasebet kuruş biraz qiyin bo'ladi. Üçüncüsü, Muşu Tibetlerge açık köngül bölmegandek Uygurlarga köngül bermeyvadı da bunun sebebi Xitoy. Yani Xitoy bilan bo'lgan münasebetni yirikleştirish veya bunu ciddileştirishninki kerigi yo'q deb o'ylaydi. Şununla bu üç sebepten tüpeyle Uygur teşkilatlılar bilan jiroq turibdi. Fakat Hindistan'ın malum organları Şarq Türkistan'ın bazı teşkilatlar, mühim teşkilatlarla alakası var. Hem de bu Uygur teşkilatlarına bazen de bu diplomasi tecrübesizlikten boldu deb o'ylayman da. Hindistan'ınki organları bazı mühim Uygurlarını Hindistan'a davet kılgan. Aslında buna mahbi ilip biriş lazımdı. Ama Uygurlar bunu ilan kılıverdi. İlan kılıverkenden ki Hindistan hemen toktattı bunu. Yani hem Uygur teşkilatlarda bir kamçılıklar var, hem Hindistan'ı ebekmen diyen üç sebepten tüpeyle bo'lmayvadı. Bunun aslında yani yüşürün oturup çıkmagan bir sebep var. Ben de büttüm. Yani müstakil bo'lgan bir Şarq Türkistan Hindistan'a qanday qaraydi meselesi var. O vaqtda Şarq Türkistan şu Aqsa için ve onunki şarkı uzangan bir çigra, sızık meselesinde talaş tartış buludu. Keşmir'de yanı meseleler çıkıyor. Bu tek oturup çıkmagan sebeple ama hemmeden biliyordu bu potansiyel bir meselemdi. Kelgüsünde çıkışım. Tehdit mesele. Aha, tehdit değil mi? Şununla bu hazırca bo'lmayvadı. Fakat Hindistan-Xitoy arasındaki münasebetler ciddileşse, Amerika-Xitoy arasındaki münasebetler ciddileşse, bence bu Uygur teşkilatla Hindistan bilan bo'lgan münasebetler ravanlaşıdı, bir yol tepildi, bir münber tayyor bo'ldi deb o'ylayman yani münber. Siz ko'proq yana ko'rmalarimizning birisi bunda bir savol ekan sizga. Siz Hindiston Xitoy o'tirishda issiq urush bo'lish ehtimolining navbatdagi ahvolda tuvan ekanligini aytib o'tdingiz. Ammo siz bundan burungi bir suhbatingizda Hindistonning armiyaning ikki frontda teng urush qilish iqtidorini oshirish strategiyasini ijro qilib kelayotganligiga ishora qilib o'tgan edingiz. Urush qilish ehtimoli bo'lmasa, Hindistonning ikki frontda, ya'ni ikki oldingi safda demakchi hamda urush qilish qobiliyatini oshirishi biyuda avarichilik emasmi? Bu avarcılık olmaydı. Her devlet kelgüsündeki tehditke karab siyasi, iktisadi, cemiyet psikoloji ve ermicette buna tayyorlik kıldı. Her kanda devlet. Ama aciz devlet, iktisadi aciz devletle kılamaydı tabii. Şununla Hindistan kelgüsünde ihtimal bo'lgan jangga tayyorlik kılmadı. Bu Amerika üçün şundaq, Xitoy üçün şundaq, Rusya üçün ve İngiliz üçün şundaq. Her kanda çoğun devlet çokum kelgüsüge karda senaryolarını tayyor kıldı. Senaryo A, senaryo B, senaryo C depçi. Şu aş senaryo karab onundankin ilgileydi. Şununla Hindistan şu kelgüsünde Xitoy Pakistan ilişkisi birlikte Hindistan'a hücum kılmasa qanday qilamiz degan
bu tehditini mönçerlep kögeşke onun tayarlığını kılvadıdı. Hem de bu tağlık rayonda Hindistan'daki hava güçleri ve şu rokete güçleri Xitay'dan güçlü. Samjet'ten belki Xitay yani Ermeni Samjet'ten Xitay belki çakan bu rayonga adam ekileleydi ama aşı rayonda yanıcık adam yok. Hindistan o rayonda burun bir tümen asker batı. Hazır 2 ve 3 tümen gece Ermeni yerleştirvadı. Yani bu Hindistan bularını kılışının sebebi şu kelgüsünde bir ihtimalga karda iş kılvadı. Şununla bu strateji tatbikat degen nerse şu kelgüsünü mönçerlep tatbik kıldığan bir saha bu başka. Bu devletlerde bu hıl tatbikatlar güçlü. Hindistan'dan kim şu strateji tatbikat organlama yamancık. Nurgun devletlerge kargancıkta. Xitay'da mı şunda? Şunun bularının ki Ermi strateji tatbikatçılar belki diyen şu iki sahada, iki meydanda okşaş vakitte bir can kılışını planlayan. Hazır mı bu plan bağ yani devam kılvadı. Aşının karab Ermeni tayarlavadı. Uçak gemisinden aşı nime füze geçe, nime roketle geçe. Hemmisinde bir Aruplandan geçe bunun tayarlığını kılvadı Hindistan. Bu bizim biraz burunki analizimizde Hindistan'daki Müslümanlar, Pakistan'daki Müslümanlar yani Pakistan'daki Müslümanlar, Orta Asya'daki Müslümanlar Xitay'ınki Hindistan'ı bitirip etişine arzu kıldı dediniz. Okşaşta oturuş arasında şundak bir keyfiyet buluşu mümkün. Bu Müslümanlar tabii ki Garip devletleri ya ki Hindistan'a karşı bazı yerlerden köp pas urun çıkan bu başka, ularda zulüm görgen bu başka belki bir Xitay'ını arzu kılgan bir xahiş şekillengen buluş mümkün. Bu şundak bir ehal Müslümanlarda küşüyüp varıvatı da hazır. Eğer bu şundak olsa bizim bir Müslüman bu sütümüzle, şarap turu salak bu sütümüzle bizge bu çokun zihni bul dep qarayma. Siz qanday qaraysiz bununla? Hem de bu Müslümanların köpü hem de Hindistan'a karşı hem de Hindistan'ı nim kımaydı. Hatta şu Bangal mı şunda? Bangal mı 75'te Pakistan'dan ayrılıp çıkan hem de Hindistan'dan ayrılıp çıkan bulurdu. Şu Uygur Müslümanlardan başkaları Hindistan'a mında müsbet karmaydı hem de. İcabi karmaydı. Belki siyasi, iktisadi ya ki ticaret başka cetten, misal teknoloji cetten belki bir ihtiyacı olmasa münasebetini devam kıldı ama Hindistan'a bunda karap etmeydi. Hem de Uygurlar'a gelsek, Uygurlar başka Müslümanlarla okşaş karmaganlığını gösterdi. Çünkü Uygurların köpü şu Hindistan Xitay'ını bir yeni vasa dep oylaydı. Kudaylık Polşalıkla Xitay iki qitim Polşanı bir işgal kılıverse degandek. Çünkü Polşanı işgal kılış için Rusya'dan birip keliş 4 qitim buldu. Şunun Rusya'nı acizlaştırdı, Polşalıkla hoşal buldu. Ama Kırmanlıkla işgal kısın demeydi çünkü rastlı işgal kılalaydı değil mi? Şuna okşaş uygulama aşında oylavadı buna. Yani özününki menfaatli. Əbəy degəndək Şərq Türkistan müstakil bolğan taqdirdima bizninki en qiyin qoşunumuz şu Hindistan bop qilish mumkin. Yani Rusya'da qiyin boludu. Bu münasibetni hal qilish pek qiyin boludu. Şunun hazırdan başlapla bununki tayarlığını qilish lazım. Murakkab bir mesele əbəy dedim. Yani bir insanın bir iş qilib ketilganchilik bir mesele. Bizim için teki müstakil yolunun ki teki başlanışıdır o teki. Ama devamında teki nurgun meseleler var. Onu hem de şu yetişken adamlarla, akılla hal kılışqa tırışmak lazım. Bu dünyada hal kılamaydıgan iş yok, oylap yetemeyen işler var. Şununla baldır oylayalırsak, baldır bir yolunu sızalırsak, baldır bir nişanını kılalırsak, o vaxtda da doğru yolda mağlup oldu dep oylayman. Rahmet. Hazır bu bir sürülmemizden birisi keyingi münasebet bir sualını soraptı. Lekin muvaffaq sual dep qarayım ben. Erki malum düşmanımız bolgan Xitaylarning bizim milletimiz için
eng aciz noktası qaysi? Bizning manfaatimiz qanday qilganda eng yaxshi shaklda saqlanib qolalaydi? Tushuncha bergan bo'lsangiz. Sualını tam yaxşı düşünemedim. Yani Xitayning aciz yeri mi, Uyg'urning aciz yeri mi? Düşmanımız bo'lgan Xitoylarning bizning Uyg'ur millatimiz uchun eng aciz noktası qaysi? Bizning manfaatimiz qanday qilganda eng yaxshi shaklda saqlanib qolalaydi deydi. Xitayninki hem de siyasi, iktisadi, nüfus, kural, marif, teknoloji her saha bilan silishtirgan chaqda Uyg'urlardan üstün hem de. O üstünlük ularninki bütün aciz tarafını yuşurup aladı. Bizge karta yani Türkistanlıklar karta. Ama Xitay yükselgen bir güç boğaşka onun hem hoşunu bile cidelleri var körüvatımız. Hem de bu dünyanınki en çok güçü boğan, hegemonya güçü boğan Amerika bile mi cidelge kırvatkan kırgen boldu değil. Bu Xitay'ınki aciz tarafı. Yani onunki düşmanının köpeyişi, onun düşmanı Şarkı Türkistanlıklarının dostu oldu. Yani bu öyle taktik cettin müştak körümüz var. Düşmanın düşmanı dostu oldu diyendik. Ama bazı yerlerde bu düşmeydi toprağa. Şununla Uygur meselesi, Şarkı Türkistan meselesi halkırada bağan sırı itibar köygen sırı, kızgan sırı Xitayga boğan bir bisim buludu. Muşu Xitay'ınki yükselişindeki kazanılan düşmanı ve yükselgendeki bu düşmanlarının Xitayga boğan bisiminden töpeyli iktisadi, ticaret ve teknoloji intikal kılışta Xitay'ın aciz ahval çıktı. Bulup mu bu Tibet'te, Şarkı Türkistan'da ilip beriyotgan bu zulüm siyaseti bu dünya cemaatini hayran kılgız koydu. Misalga caza lageriga ekirişi Hitler'ninki lageriga o'xshatyapti. Misalga bizning Uyg'urlarni hasharg'i silish bu g'arbliklarda qulluq vaqtida qildigan ishlar. Bundan kim Şarkı Türkistan'da paxta tirish meselesinde mesele chiqqan vaqtida uningki paxta bilan ishlab chiqargan mallarni shu Amerikaningki kartelliklerini işletişinki ahvalı ularını istir kelyapti. Şununla bu zamonaviy qulluq sistemi deb Xitoyni tanqid qilyapti. Yig'ib kelgan chog'da Xitoyninki obrazi xalqaro buzilyapti. Xalqarodagi buzilgan bu obrazni Xitoy tuzitish uchun xeylicha yil ketadi. Tuzalsa. Bu mu bir Xitoyninki aciz tarafı buldu? Ondan keyin uşaq düşək nərslər var. Misalға Xitayninki yavayi hayvanı yeb Wuhan virüsünü yaratqanday. Hammadan işitlərini, müşüklərini bepib, hatta Türkiyədəki devletlər şu hayvanlarını qoğdaşı üçün qanun çıxardı resmi. Bunda bir peytdə Xitaylar şu iştgöşü yeydiğən festival, mürasımlar, o bulan ötküzüyordu. Bu mu? Xalqarada Xitayga boğan bir köz qaraşlar. Yani naçar bir göz qaraşla peyda oldu. Bu mu Uyg'urlarninki bir Xitoyning aciz tarafı ve Uyg'urlarninki bir alaylılığı. Ama Uyg'urlar dünyada özününki imajını, obrazını tüzüş lazım. Uyg'urlar özününki kıymet qaraşlarını, milli mefkurelerini dünyaya tanıtıp, kültürünü tanıtıp kılış lazım. Ama Uyg'urlar aşında yaman özünü yaman küstük kalsa şu Xitay bilan o'xshash bo'lib qoldi vaqtida. Xitay bilan farklı buluş için hem bu g'arbdagi islamofobiyaga karşı Uyg'urlar özünü tanıtış lazım, tik turish lazım. Hem de özününki alayitligini dunyoga tunushtirish lazım. Uyg'urlar, Şarkı Türkistanlıklar xalqarada inovati tiklangan siri bu Xitoyninki aciz tarafını küstüdü. Çünkü muşna bir isil milletini, muşna bir yaxşı milletini Xitay nima uchun bularni bozak qiladi? Demek ki Xitayda bir çatak var. Degandek hamda şu Xitoyninki aciz taraflari mushlar deb o'ylayman. Ma tadqiqotchilar qolgan mutaxassislar balki qo'shimcha gaplar bo'lsa, fikrlari bo'lsa. Başka mutaxassislarninki bir qo'shimcha qilgan
yoki o'zing ko'z qarashli so'zlab o'tgan bo'lsa yoki ko'rganlarimiz savol bo'lsa desa, mush fursatdan foydalanib oydinlashtirsak ko'p yaxshi. Nijat, sizningki qo'shib qo'ydigan ko'z qarashingiz bormi? Bo'libmi shu Xitoyniki texnologiya sohasidagi va iqtisodiy nemisniki eshiga egishib nurg'unlagan davlatlarniki iqtisodiy jihatda Xitoy mablag' selyapti. Shular bilan birga bu davlatlarniki ichki siyosatlarga aralashyapti masalan-chu. Andan keyin bu u davlatlardan norozilikni shakllantiryapti. Andan keyin shu 5G texnikasi, Huawei'niki masalalari qatorliq bu narsalarmi nurg'unlagan davlatlarda kirish, bu davlatlarga yordam qilib texnologiyani beramiz deyapti. Ammo shuning bilan parallel holatda buningda davlatlarniki xavfsizlik masalalaridan ansirash bo'lyapti Xitoyniki. Bumi Xitoyniki bu davlatlarniki Xitoyga bo'lgan ansirash, Xitoyga bo'lgan nimani shakllantiryapti deylik. Xavf his qilibchu. Bu nuqtalarmi Xitoyniki ojizlik nimaları bo'lishi mumkin. Andan keyin Xitoyning erkiman degandek nurg'un ichki masalalarimi bor albatta. Masalan, Xitoyning hozir kuchayotgan bir millatchilik nimasimi bor masalan. Bu masalada Xitoy etnik nimasini asos qilgan holatdagi kuchayotgan millatchilik masalasi. Shuning bilan birga buning parallel holatda bu keltirib chiqaradigan natijasida başka nimelerge bu qattiq nimeni assimilyatsiya siyosatini yurgizishga sababchi bo'ldi bu narsa. Masalan, Tibetda, Sharq Turkistonda ko'ryapmiz. Uningdan boshqa rayonlargami buning nimasi yamrashi mumkin. Andan keyin bu sosyal kredit masalasi Xitoyningki, bumi kelgusida Xitoy xalqininki hukumatiga qarata bir noroziliklarni oshirib, kelgusida ichki muqimsizlikni paydo qilish ehtimolliklari bo'lishi mumkin. Bu noktalar hem de biz Şərq Türkistanlıqlar eğer de fırsatını doğru tutarsak biz için Şərq Türkistan davası için bir yaxşı bir fırsatlar buluş mümkün. Nicat Efendi, filminizga bevosita münasebet bo'lmasa ama vositlik münasebet bo'lgan bir savol so'ralibdi sizga. Nima uchun Hindiston doiralarining musulmon vatandoshlarga qilgan qilmishlari G'arbda bek ko'p tanqid uchirmadi? Endi Hindiston degandek bir demokratik bir devlet sistemi cihetten bir G'arbningki demokratik devlet sistemisini model algan. Bularning qimmat qarash demokratik nimasi G'arbning nimasiga yaqin. Bu holatda G'arbningki media har qachon bir nima taraf turolmaydi deb desakmi bo'ladi o'ylaqi. Vaziyat va davlat betaraf holatda turib nim qilolmaydi desakmi bo'ladi. Ammo nurg'unlagan matbuotlarda deyotdi Hindistonniki masalan nimalarni dedi o'tganda shu Xitoydan chekinmoqchi bo'lgan ba'zi cho'ng shirkatlarningki Hindiston tarafning o'ylashayotganlik nimasini ko'rdi. Ammo Hindistonniki oshkori ichidagi hinduizmni asos qilgan millatchiligi ichki muqimsizlikni yaratishning darajasida natijasida Hindiston bu fursatlarni qochiryapti degandek tanqidlar bo'ldi. Demak bu tanqidlar bo'lyapti, ammo Xitoyningki nimasiga qaraganda unda keng darajada o'rin berilmadi. Endi buni har xil sabablar bo'lishi mumkin abay degandek-chu. Rahmat. Yaqub efendim, sizningki qo'shimcha qilgan fikriniz bormi? Ben Akin Akram Muallim ve Nicat Tanrı'nın fikirleriyle asasen koşuş bilen birge Xitoyning obraz meselesini en aciz nokta geldiğini qaytadan ta'kidlashishni to'g'ri topdim. Boshqa qo'shimcha qilgan gapim yo'q. Sizlarga ko'p rahmat. Qimmatli ko'rganlarning savollari bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar. O sualdan evvel ben manga kartılgan sualga yani bir iki gap qaytib qo'yay dedim. Misalga bu Xitoy şu G'arb devletlerinki qimmat qarashlariga qarshi ve G'arbliklarninki mayli demokrasiyasi bo'lsin, mayli şu qimmat qarashlar bo'lsin, Xitoy uni qabul qilmaydiganligini necha yerdama e'lon qildi. Xi Jinpingning o'zi mana shunday e'lon qilgan. Misalga Komünist Parti'nin kurulgan 70 yıllıgını kutlagan vaqtida bu gaplarni deb o'tgan. Shuningga bu Xitoyning shu G'arbninki qimmat qarashlarini qabul qilmasligimi
G'arb devletlerninki Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlarini manfiy bir ahvolda ko'rsatdi. O'ma bir Xitoyninki bir aciz yer bo'ldi. Hamda Xitoy Cihangir devlet bo'laman deyotdi. Bo'laman degandan dunyoga bir narsalarni sunalish lozim. Bu yolg'izlar mushu qattiq metal tarafda emas. Yumshoq, ya'ni yumshoq kuch degan soft power jetdimi bir narsalarni sunish lozim. Ama Xitoy dunyoga sungan mushu yumshoq kuchlar yo'q. Konzu'nunki ideyasını sunumuz davatıda o ideya diktatörlük bir hakimiyetine qoqdaydigan bir ideya bu. Şunu dünyaya yanı düşmeydi. Ertügün mütehassisler cık sözleydi bu gaplarını. Şunu bu Xitoynunki bir aciz tarafı buldu. Misalga teknoloji degan gap chiqdi. Xitoy mushu hozirgi teknologiyaga tayinib turib, Uyg'urlarni ham DNA'sından, qinidan, ko'z resimlerden yüz resimgacha bunu takip qilib, bütün insanlarni mushu kontrol ostiga ilishga tirishyotir. O'xshashlar bu texniklarni ba'zi ojiz davlatlarga sunyapti. Shuningla bu sungandan keyin bu G'arbninki qimmat qarashlariga xilof bir ahvol bor. Bu Xitoyninki bir ojiz tarafi bo'ldi. Yani o yükselgen siri onunki bir dünyaya cevap verelaydigan bir siyaseti ve şundakla dünyaya sunalaydigan bazı menfaatler buluş lazım. Hem de halkara münasebette buna public goods deydi. Yani cemiyetke bir narsalarni sunalish lazım ama Xitoyning sungan narsalar yo'q. Yalğızla mənli deydi, mən alıman deydi. Xuddi bu 1929'dan evvelki Amerika'ya o'xshaydi. Şu vaqtida Amerika hamma nima men deb o'tagan shuningla iqtisodiy kriz chiqqandan keyin yuzma nurg'un ziyon tortdi. Undan keyin tushgandi buni. Yani men qazanish uchun haqlarimni berish lozim. Xitoyda bunday ideyalar ham anjetda bo'lmag'achqa Uyg'ur Tibetdek boshqa millatlarga zulm elib beryapti. O özünün çigrasının içindeki bir milletke başına kılgan yerde xalqlarga qanchalik qiladi, yani başka chet-elliklarga qanday qiladi. Shuningga bu Xitoyningki xalqarada milletler inoq o'tish degan gaplar hammasi yolg'on gap bo'ldi-da. Shu Uyg'ur meselesi bilan buna javob bergili bo'ldi-da, hamda selishtirdilar. Xitoy izlab kelsa Xitoyningki nurg'un ojiz tarafi bor, hamda alaytlik tarafi hem de çoğun bazarı var, iktisadi gücü var, askeri ermi gücü var. Şununla dünyanınki siyasi ceddimi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xavfsizlik Konseyi'nin daimi 5 azanın bir hemdi. Muşu güçke tayini vardı. Bolup mu muşu özününki bazarı bile iktisadi güç nurgun devletlerini celip kılmadı. Bundan başka hem de Xitoyning tüzüklek bir narsa yok deb o'ylayman. Bir programımızda mundaq bir savol ekan sizga. Suriyadagi va Iroqdagi va yoki Libiyadagi urush qaraydigan bo'lsak, asosli cho'ng davlatlar o'z manfaati uchun kichik va biroz tayyorliq bo'lgan yerlik kuchlar bilan birlashib o'z nishoniga yetdi. Biz uchun muhim bo'lgani hargizmi Hindiston manfaati va Xitoy manfaati, hatto musulmon manfaati emas. Biz uchun muhim bo'lgani faqat va faqat Sharqiy Turkiston xalqining manfaati. Hozirgi ahvoldan qaraganda bir urush dünyani saqlayatıdı ihtimallik ve Xitoylar hazır dünyada sel yetim qalgan vaziyatda bizning mush fursatdan foydalanib Hinduga ham bo'lmaydigan, Amerika va yoki Xitoyga ham bo'lmaydigan bir yo'l topsak yaxshi bo'lardi. Siz bu qana qaraysiz? Bu ko'rinmaning qarashiga. Menden so'rabdimi? Sizdan so'rabdi. Ha. Uyg'urlar xalqarada kuchsiz. Uyg'urlar xalqarada münasebetlerini ilip bağlan vaxtıda bir devlet yani bir nation state'dek bir güçke egemez. Şununla diplomasi bolsun, iktisat bolsun, siyasi cihətdən bolsun hemmisinde bir gücümüz yok. Yani bununla mandak arlışaylı, anı mandak tüzeyli deydiğen gücümüz yok. Şununla şekillengen xalqara vəziyyətdən, stratejiya tamponluqdan faydalanıp, onundan faydalanıp, Xitoy bilan başka devletlerin arasındaki ziddiyetten faydalanıp, bir siyasetini aran ilip bağlı buldu. Hem de Xitoydaki bir devletke karşı çıkış için
ilmi seviyesi yüksek, tecrübesi yukarı boğan ve strateji zihniyeti boğan adamlara ihtiyaç var. Çünkü sen dünyanın siyasi sahneye çıkman degandeki şu 194 devletine Birleşken Devletler azabı olanla dağıtımı. Olmasa 200'den çık devlet var. Şu devletlerin ki en âli adamları bile bir sahnede degen gap. Eğer de senin onculuk bir seviyen olmasa, ularla mı oynayışamaysa bir günü sinema oynaydı dünyanın. Uygurlar hakını oynaşamaz. Hem de oynaş Uygurca'da başka manada ama halkla münasebette oynaşma deydi bunu. Yani böyle kanda oynaş, dans etiş o akılının işi hem de. Şununla Uygurlar özüne her sahada, yalnızla birkaç saha mesela, her sahada yetiştirgen takdirde. Ondan imkin bir tecrübe kazangan takdirde ebeki ben degende halkıranınki küçük tamponluklardan faydalanıp Xitayga bir neslerini kılgılı buldu. Fakat bu fırsat şu, hazırki bağ fırsat. Bir mezgilden kim bu vaziyetle özgürdü. Amerika Xitay'ın arasında belki uruşup ahırı kiliş mümkün. Onda ahvalma var. Ya ki Amerika Xitay'ını tizginleştirdi, ya ki Xitay'ını yinemaydı, tutamaydı. Xitay belki utup gidiş mümkün. Şununla bunda ahvallar kelgüsünde meydanga kiliş mümkün. Şununla hazırki muşu fırsatta Uygurlar kılvağını kılvaldı. Bir neslerini çıkırvaldı, misalga kanunlar. Kılvaldı, muş vaxtlarda çıkırvalmasa, ertüy gün hem de kolda vaziyet özgürlüğü kolda işinin neyse kalmaydı. Şununla hazırki aldığımızdaki 20 yıl bizim için nayeti mühim fırsat yıllarında. Bu nicat bilen sizinki muş Xitay'nınki halkıradaki obrazı degenge koşup durgan bir nesem var. Xitay çoğungan siri güçlengen siri Xitay'ın texim yaxşı dönüyordu halkırada dünya karkası milletler. Çünkü bu soğuk münasebette uruş mezgilde Sovet İttifakı bilen Amerika oturuşki münasebet intayin emdi. Belki jirik keskin boğan mezgil. Mesela şundak bir gap varken öz vaqtida Sovet İttifakı'nın Kermen Sarayı'daki koridorlarda birisi esnise yoki qattiq tushib ko'rsa Amerikadagi Oqsaroy tevrab ketdi deydigan bir gaplar chiqib ekan. Demak, sho'g'inim raqobatchi kuchlar qancha orasidagi munosabat kuchlangan sari bir-birini taniydigan, texim yaxshi tushunadigan bir fursat shakllanadi ekan. Shunga Xitoylar kuchlangan sari Amerika yoki Yevropa yoki butun dunyo texim yaxshi taniydi deb o'ylayman men. To'g'ri. Kıymetli görürmenler, eğer sualınla bolsa oturup koysanlar, eğer boğmasa biz bu 3 mutaxassisninki Xitay-Hindistan münasebetleri ve Amerika timilik oturup koygan analizlarga köp rahmet etimiz. Hemminla köp rahmet. Rahmet. Allah razı olsun sizlerden. Kıymetli görürmenler, Uyghur Tadqiqat İnstitut uğurlaştırışıdaki Xitay-Hindistan münasebetleri ve Amerika timilik naq meydan münazara programımız müşahede ahırlaştı. Allah'a emanet. Amelin